Yunusobod Bodomzordan bitta arzonga 4 etajli domni birinchi etajda joylashgan bir xonali uyimiz chiqib qoldi. Bitta joylashgan joyini tushuntirib o'tamiz. Bodomzor masjidi ana shu. Shu yerdan ozgina pastga tushib o'ngga qayrilganimizda Svyazi institut, Andalus supermarketi, shu Bodomzor masjidi to'g'risidan 200 metr pastga tushib chapga qayrilganimizda domimiz joylashgan. Mo'ljal 56-poliklinika. Uyimizni zalidamiz. Ko'rishlaring mumkin. Zali ham katta, kengina ekan. Ko'rishlaring mumkin. Mebellar qo'yilgan, televizor qo'yilgan. Bu yoqda prixoshkamiz. Bu yoqda esa sanuzelimiz joylashgan. Ko'rishlaring mumkin. Shunaqa dush variant qilingan. Bu yoqda esa kuxnyamiz joylashgan. Ko'rishlaring mumkin. Mana kuxnyalar bor. Bu yoqda uyimiz birinchi etajda joylashgani uchun tashqariga chiqish eshigi qilingan. Bu uyimizni sizlar uchun 37 ming dollar qilib beramiz. Bunaqa arzon uylar ko'p turmaydi. Pastga raqamlarimizni yozib qo'yamiz, aloqaga chiqinglar.